أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sınıftaşlar andavasa biz bugün dersimizden başlayalım. Bizim dersimiz kitabımızdaki 4. kısmı Mekki Medeni hakkındaki mezmun. Bu mezmun ben dersin başlaşından aldı da sizlerge de ötkenimdek ilgili kitaplarımızda malum derecede bu hakkında malumatga erişken. Hususen biz Mekki Medeni hakkında bir üç xil fikrinin içinden bir xil fikrini tercih qilgan bo'lgan şu vaqtida yani ulamalarning Mekki Medeni hakkında Mekki degan Mekkada tushgan Medeni degan Medeni tushgan degan ta'rifotlari undan keyin Mekki degan hijratdan ilgari tushgan Medeni degan hijratdan keyin tushgan degan ta'rifotlari ondan keyin Mekke ahliga xitob Medine ahliga xitob degandek ta'rifotlarining ichidan hijratni asos qilib turib hijratning oldida tushgan oyatlar Mekkiga hisob hijratdan keyin tushgan oyatlar Madaniga hisob degan fikrni tarjih qilgan va shu asosda Mekki oyatlar bilan Madani oyatlarningki o'rtadagi ba'zi farqlarni alahideliklerini biz muayyenleştirgen. Şunaşqa bugünkü dersimiz bizge nispeten pek yat ders emas, natunuş, fakat uqbaqmagan ders emas. Şunda olgandan biz biraz tiz o'qishimiz mumkin bugünkü dersimizni. Fakat ilgirki derslerde o'qib kim qolgan ma'lumotlarni to'liqlash ustidan o'qiymiz. Asli o'qib bo'lgan bablarni o'zinglar Kürep ütüp kessek mi burada hayal etti hayırlısı. Ondan başlayla el-Mekki vel-Medeni ümmetler deydi. Tuvelli el-umem ihtimamaha el-baligh bil-muhafaza ala turasiha el-fikri ve mukavvumat hadaratiha. Yani adeti milletler özününki en zor köngül bilişini fikri miraslarını, medeniyet asaslarını saqlashqa qana qilib beradi. Har qanday millat shu. O'zining milliy madaniyati, fikri mirasi, medeniyet asaslari saqlanmagan millatning mavjudligiga kafolatlik qilinmaydi. Shuningga ko'p hollarda dushmanning bir millatni bosgandan keyin yoki bir millatni yo'qotish uchun harakat qilgan vaqtida qiladigan tunji ishi shu millatga oid bütün nimalarni yo'q qilib o'tish, miros, ilmiy miros olsun, fikri miros olsun, madaniyatiga oid narsalarning hammani yo'q qilib o'tish orqali xuddi o millat osmondan tunugun bugun chiqib qolgan millatdeklar bir xil tuyg'uni berish. Shunday millatning kendin kelgan nimalari, avlodlari o'zining ilgirki ajdodlarininki qilganini, etkinini masalan, ulardan kelgan bir miroslarni ko'migan bo'lg'achqa ko'z oldidagi boshqalar ko'z tupurayotgan narsa tam bugungi dunyodagi reallik, shuning bilan qana qilishi, bo'ysunish kerak degandek bir xil tuyg'u bilan qana qilinadi, o'stirdi. Bu haqiqat pek muhim nokta milletninki fikri, mirasi, medeniyet asaslarını saqlash. Har qanday millet bununla alohida ko'ngil biladi bu noktaga. Vel ummetul İslamiye, İslam milletimi bütün insaniyet şerefke erişken Muhammed Aleyhisselam ep kelgan risalet mirasıga ko'ngil bilishda eng oldingi qatani egallagan. Ahrazat egallagan degan ma'noda savoqlashlar. Qasba sabab turaqliq ibora oldingi qata, oldingi sab deb tushunsanlar bo'ladi. Asli lug'at ma'nosi qasba sababninki bir musobaqaga tushgan vaqtida, masalan, yugurish musobaqasi deyli, oldingi birinchi bo'lgan raddagi kishi tunji bo'lib qo'lga oladigan bir qumush, asli qasb degan qumush degan gap-ku asli.
qumishni oladi. Masalan, bugungi kunda musobaqaga qatnashgan odam oldiga tortilgan bir qog'oz lentini uzib o'tadi-ya, shunga o'xshash o'z vaqtida tiklab qo'yilgan bir dona qumishni qo'lga oladi. Bu şunun tatib qilib qolgan gap qaspas saboq degan gap. Yani musobaqadagi birinchi o'qillarninki oladigan qumuch degan gap. Lekin bu yerda oldingi qata, oldingi sap deb tushunsanlar bo'ladi. Ya'ni ummat Muhammadiya, ummat Islomiya bütün insoniyat sharafga erishgan risolat Muhammadiya din iborat merosini yoki merosiga ko'ngil bo'lishda nimani egalladi? Oldingi sapni egalladi. Chunki bu risolat qandaqdir ma'lum bir fan risolat yoki ma'lum bir islohot risolatilam emaski. Shuningga ko'ngil bo'lish, aqlning shuni qabul qilish doirasi, kishilarning shuningga ovoz qo'shish doirasini bekitadigan bunda fan yoki islohot risolati emas. Islom risolati boshqalar qabul qilsa, anikin hamma ish bo'ldi ekan. Masalan, yoki boshqalar tarafidan qabul qilinsa, hamma ish bo'lgandek deydigan risolat emas. Fa innama faqatlam bu islom risolati bo'lsa, uning fikri uzuq va islohot asoslaridan sirt yoki uning ustiga deb tarjima qilsanglar bo'ladi. Bu islom risolati va innama hiya bu islom risolati bo'lsa, uning fikri uzuqining ustida va islohot asosining ustida bir din. Unalıqı başqa ideologiya, başqa fikir, başqa yoki har qanday bir mazhab, jamoat, guruh, tashkilot shaklida muomala qilsa qo'y, u degan bir din. Bu din aqllarni butunlay oladi va qalbning eng inchki taraflariga qanday qiladi? Aralashadi. Shuning bilan biz sahobalarning ichidagi ve tabiillarning ichidagi ve ulardan keyingi kishilarning ichidagi bu hidoyatga chaqiruvchi ulamalarningki Qur'onningki tushgan o'rinlarini her ayet qanaqaligini muqimdiganligini, ya'ni zaman vaqt belgilab muqimdiganligini qanaqaligini ko'ramiz. Nimishqa? Chunki bu bir din. Dinning har ishlari uchun izlanishning o'zi ham din. Şoňaşqa bizning sahabalar, tabiinlar, ondan keyingi ulamalarimiz bu noktaga ajoyib ko'ngil bo'lganki, hayotini shunga sarf qilgan saboqdoshlar. Hayotini shunga sarf qilgan. Oyatning ichidagi maayat nerede tushgan, kim haqida tushgan? Maayat nerede tushgan, qachon tushgan? Maayat maşta şekilde bütün 114 surunun hemmini birden qanaq chiqqan, muqimdab chiqqan. Yalbitun degeni muqimdab chiqqan degan bo'ladi. Misha kelgan vaqtda bir qiz gapni digim keladi sizlarga saboqdoshlar. Ma bugungi kunda bizning kallamizga kelib olgan bir ta'tir tashviqotning ta'siridagi salbiy hukmdan birisi bor. Bugungi kunda ya'ni balkim bu shu yo'ldagi kishilarni ayırış üçün, pakizlash üçün Allah subhanahu wa ta'alanınki bizge bergen bir imtihanısını qo'yishi mumkin. Dini ilmga, dini yo'lga normal kasblarga o'xshash muomala qiladigan, boshqa pallarga o'xshash muomala qiladigan bir ahvollar bor. Tamam, sen ma'lum bir kasbda o'qiding oliy maktabda yoki jamiyatda qanday shaklda bo'lsa, yoki ma'lum bir hunar o'rganding. Bunun asosiy tükki maqsadi shu kasbni taraqqiy qildirish orqali jamiyatga tuhfa qo'shish yoki iqtisodingni hal qilish, kelgusida go'zal yashash degandek bir mo'ncha nim bo'ladi, sabablar bo'ladi. Tamam, uni qanday o'ylash bo'ladi. Ammo diniy ilm mana iliq qulog'ingdan tutib anlama. Diniy ilm bu degan din. Bu sohaga kirgan odam tunji qadimidan tortib hayotimni bag'ishlayman deb kirish kerak. Anlama bunu. Dini ilim o'qib, men bir yerda ishlab pul topsam bo'ldi. Yoki dini ilim o'qib bir mansabga erishsam bo'ldi. Yoki dini ilim o'qib jon baxsam bo'ldi degan nuqta asla kirmasligi kerak. Aniq eson bo'lsin. Agar o'zida din xizmatini qilib turib jon boqalishga ko'zi yetmaydigan odamlar boshqa ish qilsin. Uni gunoh olmaydi. Hamma odamning diniy o'qish shart emas. Ammo din o'qiydiganlar, diniy sohaga kiradiganlar cho'qim bu sohaga o'zini otganlar bo'lishi kerak.
Bunun bir bedeli oldu, bir kurbanlık oldu. Belki hayatıda alohida bir iqtisodlik bo'lib yashayanmasligi mumkin. Jamiyatda yuqori o'rinda yashayanmasligi mumkin. Bularning hammani ko'z oldiga elish kerak savatdoshlar. Shunga meni bu to'g'risidagi gapni uzatmay, yani deydigan tavsiyalarim diniy ilmga boshqa har qanday bir fan, kasbga muomala qilgandek muomala qilmanglar. Diniy ilmning ahvoli boshqa. Agar o'zinglarda diniy ilm o'qib kelgusida o'zingning bir normal bekishlik hayotini kechirishga ko'zinglar ilmasa, boshqa ish qilsanglar, mencha eng to'g'ri qilgan bo'lasizlar. Bu sohaga qo'sh kishilik energiyaga ega odamlar kirish kerak. Yoki o'zini butunlay atgan, dunyodagi boshqalarga o'xshash boy-boyashat yoki kangri yashamasimi sabr qila oladigan odamlar kirish kerak va bu xildagi odamlar lozim. Mayli buni sahobalarning tarixidan o'qinglar yoki undan keyingi tabiinlarning tarixidan o'qinglar yoki atrofimizdagi shu xilga o'xshash din uchun badal turayotgan kishilarning tarixiga qarab baqsanglar bo'ladi. Hammasini qanaqa qilasizlar, ko'rasizlar. Din mana mush xil shakldagi kishilar bilan taraqqiy qiladi. Dinning tabiiyati mush xil kishilar bilan taraqqiy qilish. Chunki bu xildagi kishilar nimasiz bo'ladi? Qarshiliksiz xizmat qiladi dinga. Qarshiliksiz xizmat qiladi. Qarshiliksiz badal to'laydi. Ya'ni bu qarshiliksiz degan gap dunyodagi bir qarshiliksiz degan gap. Ammo bularning tub o'ylaydigini dunyoda qanday yashasa qiyomat kunisi Allohning rahmatiga erishib jannatga kirish. Mushu maqsadda ma'noda. Kaldisdan mushuni chiqarib qo'ygan odam boshqa sohada jon baqsa, Alloh uni hargiz gunohkor hisoblamaydi. Chunki u odam normal o'zini musulmonligini qilib, jon baqib, tijorat qilib, baloqlarni baqib, yaxshi yashab, yaxshi qilib yashasa, o'zini bir kishilik musulmonligini qilib, vazifasini ado qilib, u odamning vazifasi güçlük ado qilgan bo'ladi. O'zini zo'rlaganning foydasi yo'q. Men degan bunda qilsa, bu sohaga A tarafidan g'amimaydigan odam kiradi, birisi kirsin mayli, ikkisi kirsin mayli, insonlar bo'lsin, diniy odamlar undan ko'p bo'lmaydi. Dunyoda boshqa sohada minglab professorlar yetishi mumkin. Başqa kasblarda millionlab doktorlar yetishi mumkin. Ammo diniy sohada dinni ustiga kelishni Alloh tanlagan nayta ozgina odamlar o'rtaga chiqadi. Qolganlari normal nima bo'ladi? Xizmatchi, ishchi yoki mush sohada berilgan vazifalarni kundalik vazifa sifatida qana qiladigan, ijro qiladigan normal odam bo'lib chiqadi. Haqiqiy diniy olim, haqiqiy dinning vazifasini ustiga oladigan payg'ambarning varislari unda ko'p chiqmaydi, qarindoshlar. Aniq qilganda bo'lsin. Mana bu gap nereden chiqib qoldi desanglar, o'ylab boqinglar, bugungi zamonda oldimizda Qur'on turibdi. Biz shu oldimizda turgan Qur'onni varaqlab, echib, izlansak izlaymiz, lekin izlanmayapmiz. Ammo o'z zamonimizda hech bir kitob to'planmagan, rasmiy bir kitob bunda bir yerga jo'g'lanmagan oyatlar ham odamning kallastik vaqtdimi sahobalar va sahobalardan keyingi tabiinlar buni har birini birdan izlanib tadqiq qilib, har oyatning tushgan o'rni va tushgan vaqtigacha qanaqa bo'lag'liq, turaqlashtirib bo'lag'liq, bekitib bo'lag'liq. Mana bu bekitish, bu turaqlashtirish tashri tarixida, Qur'onning qonun chiqarish tarixidagi kuchli bir asos, kuchli bir to'riq bo'lib, da'vat uslubi bilish haqida, xitobninki shakllarini bilish haqida, ahkam va taklifotlarda tadrijiylik uslubini bilish haqida izlangan kishi shuningga qanday qiladi, tayinadi. Shu haqda rivoyat qilingan mazmunlarning ichidan birisi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu degan mono gap: "Vallahi allazi la ilaha g'ayru ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه." Yani Allah'la qasam ki ondan başqa zat yo'qdir. Allah'ın kitabının her qanday bir sure tushgan bo'lsa, men o surening nerede tushdi bunu bilme. Allah'ın kitabında qanday bir oyat tushgan bo'lsa, men o sureningki kim haqida tushdi bunu bilme. Agar mendinmi Allah'ın kitabını bekroq biladigan bir odam bor deb biliblam qolsam, shu odamning qishig'i tugilam oboralasa, men o odamning qishig'i
tugini menep qana qilma berib, shu odamdan shu bilimni, shu ma'lumotni qana qilma olma degan bir şekilde İbn Mas'ud radıyallahu anhu üzdeki Kur'an ma'lumotini bizga qana qilyotidi, deb beriyotidi. Allohga da'vat qilish, Allohning diniga xizmat qilish, Allohga da'vat qilish uslubida maxsus bir prinsipga ehtiyojliq. Ya'ni aqidadagi qonun chiqarishdagi, ahkam chiqarishdagi va axloq ish faoliyatlaridagi har qanday fasodchilikqa qarshi. Chunki mana bir narsani kallamdan chiqarib herkesmi bir jamiyat bugun 100% o'ng'ish oldi deyli. Biz yaşagan jamiyat 100% o'ng'ish oldi deyli, buni da anlaşmaydı. Chunki inson tug'ilib turdi. Tug'ilgan odam quruq tug'iladi. Uni aşı yana bugungi o'ng'ish olgan jamiyatdagi insonlarga o'xshash pokiz inson qilib yetildirish uchun uzluksiz tirishish to'g'ri keladi. Bu bir nokta. Yani cemiyet her daim dinden xabari yo'q insonlar tug'ilib turdi. Bunda tug'ilgan vaqtda hech kimning xabari yo'q insondan ki. Bularni dindan xabari va bir isloh bo'lgan bir jamiyat qilib yetildirish bu bir vazifa, bu bir nokta. İkincisi inson tabiati davomli muqimlanmaydi. Qachonki shunda cho'qib yesa keyin yanadigan bir mijoz bor. Buni hayotga qarab baqsanglar, hayotning qonunini tushunalaysizlar. Bir adamın iqtisadi en yuqori pallasiga chiqsa, keyinga chekinadi. Bir adamın axloqi yoki bir jamiyatdagi ma'lum bir ideologiya, bir fikr, axloq nuqtasi en yuqori chiqsa, keyinga chekinadi. Yani jamiyat o'zgarib turdi. İnsanlar o'zgarish uchun dunyoda yashayotgan nuqta. Undan keyin o'zgarib turdi bu jamiyat bugun yaxshi, erta nachar. Bugun palon ideyasi, erta bugun ideyasi. Men yashab Uyghur jamiyatimi 3 xil ideologiyaga o'zgarib bo'ldi. Mushlarning hammasi nimani talab qiladi desanglar, mushu da'vat uslubidagi xos manhaj, ya'ni sezgurlik masalan. Aqidadagi fasodchilikqa qanday qarash turamiz? Buning qanday oldini olamiz? Jamiyatningki Allohning ahkomlarini rad qilish, qabul qilish nuqtasidagi ahvollarga qanday amal qilamiz? Jamiyatning axloqi buzilish oldiga ketyapsa, buni qanday o'ngishlaymiz? Mush nuqtalarning hammasi bir uslubga, bir manhajga nima ehtiyojli. Ve la tufridu takalifaha. Am bu teşriyat, yani Allah'ınki manhajiga olgan bu da'vatning taklifatlarini çoqum şu taklifatlarga yaraydigan bir uruq şekillendirib bo'lgandan keyin, yo'l shakllanib bo'lgandan keyin buni tanladi. Herkes İslam bir jamiyatga kelganligida sen ani qil, mani qil, uslu vazifang mav demaydi. Avval shunga loyiq bir şekilde şarait hazır. Mesela neyli? Sahabalarning davrida, Qur'oni Karim tushgan davrlarda, payg'ambarlarning davrida bir haroqning harom qilinishi deyli, necha yil ketganlik shunga. Necha yil oddiy o'ylamanglar buni. Ash jamiyat qabul qila olish kerak uni. Bir jazoni masalasi Rasululloh vahiy boshlanib Rasulullohga 20 yildan keyin, 22 yildan keyin andan keyin qanday qilinadiq masalan, harom qilinadiq. Bu nima desam, avval shuni qabul qila oladigan bir jamiyat barpo bo'lish kerak. Buning hammasi nimaga ehtiyojli? Xos manhajga ehtiyojli bor. Va bu shariatning tashri'iy qonun asoslari va ijtimoiy tuzilmasi ham qalblar poklanib bo'lgandan keyin, g'oya belgilanib bo'lgandan keyin yo'lga qo'yiladi. Nimishqa hayot Allohning aniq bir hidoyat ustiga va aniq pok ustiga bo'lsin. Bu biz ko'rdik tajribalarni. Ba'zi bir davlatlarda yaqinda kaltifamlik bilan ayıplaşkın bulmaydı endi. Men demekçi oğlum bazı ötken bir 15-20 yıl içinde bir devlet kurulup bir devlet ölüp oldu endi. Bu devletler birisi Bime Emirlik degan namla olan kuruldu, birisi bir İslam devleti degan namla olan kuruldu. Kuruluplikinde şaqqıda özü kontrollük astığı qalğan zamanlarda mecburi Allah'nınki ahkamlarını yürgüzdiğan, xalqqa mecburlaydigan bir dini hükümlerge. Andakin bu adamlar bu mecburlaşlarga bulanmay qarşı çıkadigan, örlük edidigan ahvollarni ko'ryapmiz. Bu nima desa, aşı jamiyat aşı ahkamlarni yurgizishga, aşı tuzumini yurgizishga loyiq bo'lmagan bir holatda degan gap yani. Shunga Peygamber Aleyhisselam vaqtida Rasululloh na askarsiz, na saqchisiz yurgizgan o qoida qonunlar bugungi jamiyatda askar, saqchi bir davlatdan yurgizilmayotidi. Chunki asos ojiz. Tigini qutlamagan bina mutlaka ölüşke mahkum, buna ma'lum bilisizlar. Vallazi yaqra'ul Qur'ana, Qur'onni o'qigan kishi
Mekki ayetlerninki Medine ayetlerde yok bir alahidiliklerini qana qiladi bayqaydi. Meyli onun ta'sir qilishda yoki ma'nilarda bo'lsin. Gerçi ikincisi qaysi madaniy ayetler ahkam ve teşriklerde avval qisqa asaslansın. İkinci ayet, yani medeni ayetler köpünç vaqtda ahkam haqqida keladi, köpünç vaqtda teşri haqqida keladi. Ahkam teşriqlar nima asosida bo'ladi? Aqida asosida. Aqida degan nima desam, avval men sizlarga oddiy tildan bir tushuntirib qo'yay. Bir odam bir davlatninki qonunni qabul qilish uchun u odamning kallasida nima bo'lishi kerak bilamsizlar? Men mush davlatning puhrosi deydigan bir aqida bo'lishi kerak. Aqallisi bir misol. Bir odam bir davlatninki qonunini qabul qilib icra qilish uchun shu odamning kallasida aqalli bir ideya bo'lishi kerakki, men mush davlatning nimasi puhrosi. Agar shu ideya olmasa, adolatning ahkamini qabul qilmaydi masalan. Amerika bana qancha qonunni tanson, men qabul qilmayman, chunki men Amerika fuqarosi emas, Amerikada yashamayman. Aqalli bir aqida. Islom prinsip jihatda shunga o'xshaydi yani. Bir odam islomning halol, harom, ani qilish kerak, mani qilmaslik kerak ahkamlarini qabul qilish uchun oldi bilan bu odamda birinchisi islom e'tirof qilgan bir nim bo'lish, aqida bo'lishi kerak. Alloh aqidasi bo'lishi kerak, payg'ambar aqidasi bo'lishi kerak. Kitap aqidasi bo'lishi kerak, qiyomat aqidasi bo'lishi kerak va bir bo'lak islomdagi aqidalar bular bo'lishi kerak. Bular Mekki oyatlarning alohidaligi. Andaki madaniy oyatlar ahkam, tashri', qonun, tuzilma haqida so'zlaydi ko'p hollarda. Ahkam, qoida, qonun, tuzilma haqidagi oyatlar nimaga tayinadi? Aqida haqidagi, ideya haqidagi oyatlarga tayinadi, chunki mal bo'lmasa o'tira olmaydi. Ya'ni fahiz chunki kishilar jahiliyatda qarg'o gaz edi. Butlar ibodat qiladi, Allohga shirk keltiradi, vahiyni inkor qiladi, qiyomat kunisini inkor qiladi. Ana o'ylab boqinglar. Allohni inkor qilgan bir qavm, Allohga shirk keltirgan bir qavm, bir toshdan yasalgan butga ibodat qilgan bir qavm, qiyomatni inkor qilgan bir qavm, vahiyni inkor qilgan bir qavm, uning ahkomlarini qanday qabul qildi? Tabiiy qabul qilmaydi-da. Bular deytdiki, hey biz ölsek, tupub ketsak, so'ngak bo'lib ketsak, qaytadan tirilmizmi? Deydi. Bu degan faqat bizning dunyo hayotimizdagi hayot shu. O'limiz, tirilimiz bizni faqat vaqt qana qiladi, yo'q qiladi. Mushi ideyadagi odam qanday yashaydi hayotda? Yashab oladi endi u. Uning qilgan hech qanday ishninki savol so'rog'ini o'ylamaydi. Ko'z oldidagi dunyodagi savol so'roqdan boshqa. Qilvasam, itovasamlim deydi. Kimlarning haqqini yevelishdan, kimlarning izzatiga chaqilishdan asla xayol yo'qki, o'ldilam tugi deb o'ylaydi endi ular. Hech qanday savol so'roq bu avvalninki mishqa kallasida shu aqida olmag'achqa, shu tuzilma, shu ahkamlar qada qilmaydi, ijro olmaydi. Bular munozirada, dushmanlikda eng qattiq bular jidal ahli, shundami? Munoziralish ahli degan gap so'zda fasohat bayondan. Ya'ni bular haythu kana al-qawmu kadalik, kishilar mashta vaqtida Makki vahiy tushdi. Qanday shaklda tushdi? Naydi bularga zarba bergan, bularni cheklagan bir shaklda tushdi. Ogohlantiruvchi bir o'tib tushdi. Keskin hujjat o'tib tushdi. Aqidadagi bularning buddistligini pachaqlab tushdi. Bularni uluhiyat va rububiyat tavhidiga chaqirib tushdi. Bularning fasodchiligining pardalarini yiritib tushdi. Aqllarini dötlashtirib tushdi. Dötkuylar deb va qilayotgan ishlarini dötga nisbat berib. Bularga payg'ambarlik dalillarini turg'izib tushdi. Oxirat hayotiga misollarni keltirib tushdi va oxirat hayotidagi jannat, do'zaxlarga misollarni keltirib tushdi. Ve shularning o kadar fasahatlik bo'lishidan birga Qur'onning o'qishini keltirib beqish, chaqirish orqali tushdi. Ularga o'tgan ummatlardagi inkor qilganlarning qissalarini ibrat va asli yusidan bayon qilib tushdi. Shunday bo'lgandan keyin natijada siz Makki Qur'onda anglashqa, qattiq tegadigan alfozlarni uchurtisiz. Bu alfozlarning harflari bir xil tahdid uchqunini qana qiladi, atadi.
ve azap tilini qanday qiladi? Atıdı. Mesela kellar desek bu bir xil cheklash, yo'q deb bunda rad qilish harfi, saha, qari'a, g'ashiya, voqia, shunama surlarning beshidagi nima harflari, ilba harflari, o'tirlaridagi tahaddi bularni qanaqilar tahdid selish, nocho'son qilib baqa degan maydonga chaqirish oyatlari, ilgirki ummatlarningki oqibati, koinotdagi dalillarni turg'izish, aqliy paketlarni turg'izish qatorliq mushu shakldagi oyat alfozlarni qana qilamiz Makka oyatlarida ko'ramiz. Kullu hada bularning hammasini biz nerede ko'ramiz, nerede uchurtimiz Makka oyatlarning xususiyatlaridan. Nimishqa? Bir og'iz gapga kelsam, chunki şu adamlar şu ideistdan yanmasa, Makkadagi insonlar, jahiliyat davridagi insonlar, şu adamlarning ideistda, aqidasida İslam ahkamlarını qabul qilgudek bir holat shakllanmasa, undan keyin qog'ashla baka. Bugun biz millatga nima desak o'tmaslikning sababi, eng burun millatda o'zim mangmoqchi bo'lgan yoki biz chaqamoqchi bo'lgan yo'lga nisbatan to'liq ishonish yo'q. Avval buni ishonish kerak. Shu yo'lning o'zini qutuldira oladiganligiga ishonish kerak. Ideistlar bunga hozirlanish kerak. Shuni e'tirof qilib bo'lgandan keyin Ondan keyin shu yo'lning talablaridan qanday talabga ijro qiladi. O'zi ishonmagan bir yo'lga hech kim mablag' solmaydi. O'zi ishonmagan bir yo'lga hech kim badal to'lamaydi. O'zi ishonmagan bir yo'lga hech kim qadam olmaydi. Shu masala qanday bo'lishi kerak, tartib bo'yicha bo'lishi kerak. Qur'onning endi buning Makka Madinaga nima munosabati bor desa, Qur'onning Makka Madinasi dal bizga shu nuqtani o'rgatdi savoqdoshlar. Chunki Makka oyatlarga qaraganimizda bu oyatlarning xarakteri a shaklda, Madaniy oyatlarga qaragan vaqtimizda buning xarakteri ma shaklda, nima uchun ashta bo'ladi degan nuqtadan keldik biz bu oyatdan. Ya'ni agar bir jamiyat qurish, bir millatni qutqizish, masalan qutqizish, bir bino salishga o'xshasa, bu binoni selish uchun hul lozim bo'lgandek, bu millatni qutuldirish, bir jamiyat shakllantirish uchun shu qutulishga bo'lgan kishilarning iymoni lozim. Qutulishning yo'liga bo'lgan ularning tasdiqi lozim. Ulardagi mush iymon, mush tasdiq bo'lmasa, bu yo'lga ularni boshlab olmaydi. Biz mush yakunni dal Makki madaniy oyatlarningki xarakteridan, oyatlarningki xitob qilish uslubidan, ishlatgan tillaridan o'rganalaymiz demakchi. Makka madanining bu qadar alohidaligi bor. Shunga Makka madaniy deb qanday qilgan, ayrilgan demak savoqlashlar. Endi asos qurilib bo'lgandan gap shu yana. Yine Makkada 13 yil jarayonida kishilar bu yo'lning to'g'ri yo'lligiga ishonib bo'ldi. Jannatga boradiganligiga ishonib bo'ldi. Dunyoda baxtli qiladiganligiga ishonib bo'ldi. Bu odamlar hammaga hozir bo'ldi. Yana buni o'zimizning ahvoliga solsam, agar bir yo'lninki millatni quldira oladiganligiga bu millat ishonganida, mushu millatninki dunyo oxiratlik nijotligining asosi bu deb bir nuqtaga ishonganida bu millat ikkinchi qadamni oldi. Shu vaqtda buningga qadam oladi, badal to'laydi. Nima kessa buni qana qiladi bu millat birdi va buning keyin ergishidi. Bu bizning Makki madaniy oyatlardan olgan bir yakunimiz savoqdoshlar. Ya'ni mu'min Allohga ishonadigan, malaikalarga ishonadigan, kitoblarga ishonadigan, Rasullarga ishonadigan, oxirat kuniga ishonadigan, qazo qadarining yaxshi yomoniga ishonadigan bir mu'min jamoat shakllangan vaqtida va bu mu'min jamoat o'zining aqidasida mushriklarning aziyati orqali imtihon qilinib, sabr qilib, o'zining dinini abqachib, masalan, Allohning qishidagi noz ne'matni dunyo manfaatiga ustun bilib, mushu imtihon qilingan vaqtida yana başta cemaat şekillengen vaqtida degeni, başta bir imtihondan o'tadigan, sinoqdan o'tgan bir jamoat shakllangan vaqtida ondan keyin biz madaniy oyatlarningki bo'laklariningki uzun, shunama islomning ahkomlarini o'z ichiga oladigan, had hududlarini o'z ichiga oladigan, jihadga chaqiradigan, Alloh yo'lida qurbonlik qilishga chaqiradigan, tashri ahkom qoida usullarini tafsiliy bayon qiladigan, jamiyatning prinsip qoidalarini tuzadigan, aile munosabatlarini belgilaydigan, aile aloqalarini, shaxslar aloqalarini belgilaydigan,
devletler ve milletler oturduk aloqalarni belgilaydigan ma şekilde işkellikini görümüz. Şundaqla münafıqlarni rasvo qiladigan, ularning ichki dunyosini etib tashlaydigan, ahli kitob bilan munozara qiladigan, ularning ig'izlarini to'qlaydigan, yugallaydigan ma'ni ko'ramiz. Mana bu Qur'oni Karimninki, madaniy Qur'onninki umumiy nimasi xarakteri savoqdoshlar. Mencha axir tushunishib bo'ldi deb o'ylayman. Yani bu noktadan ulamalar alohida bo'lgan, ko'ngil bo'lgan Makki madaniyga. Endi ulamalarninki Makki madaniyga ko'ngil bo'lish bunun misol va ahamiyatiga qarasak, vaqat aniya al-ulama ulamalar Makki madaniyni qana qilishga, tahqiqlab chiqishga nihoyat zo'r darajada ko'ngil bo'lgan. Shuning bilan bular Qur'oni Karimni oyat izlangan aqto'g'an, sura aqto'g'an, ya'ni tushishiga mos tartiblash uchun shuningda zamon, makon, xitobga rioya qilgan. Bular tushish zamonilallam yoki makonulallam. Shundami? Kupoyilib qolmasdan balki zamon, makon va xitobning o'tirni hammani bir yerga to'plagan. Mana bu inchki bir belgilash, inchki bir to'xtatishga insofliq tadqiqotchiga Makki ve medeni penideki ilmi tahqiqning bir shaklini qana qilalaydi deb bilalaydi. Mana bu bizning ulamolarimizninki Qur'onning boshqa tadqiqotlarini qilishdagi ahvoli. Shunda inchki tadqiqot qiliqliq ulamolarimiz hamda bu jihatda Alloh ulamolarimizdan rozi bo'lsin. Ular hayotini shuning uchun sarf qilgan. Innahu juhdun kabir, bu nihoyat zo'r bir tirishchanlik bo'lib, zo'r bir emgak bo'lib yani tadqiqotchininki vahiy o'rinlarini butun bosqichlarida qanday qiladigan tadqiq qilishi, Qur'oni Karim oyatlarining hammini elib, tushgan vaqtni muayyanlashtirib, tushgan o'rinlarini belgilab va shuningga shu oyatlardagi xitob uslubining qiyosiy qoidalarini qo'shib qilish intayin zo'r bir nima emgak. İnsanlar olsun, ma hazır qilmuş abdasınınki hemmisi cuhdun kebirge bağlanırdı. Cuhdun. Eyyettabi'a, yetanavele, feyuayyine, ve yuhaddid, ve yadum. Şunda ama, muşanın hemmisi kelip, maçta qilish cuhdun kebirdir. Demek bir zor, tırışçalık. İnnehu duku zemir nimo şen. Bunu böyle şanlar gerek. Yani bu Mekki qabildanmi, Madani qabildanmi degan nuqtalarni hamin muayyanlashtirib, suraninki temisi, oyatninki temisidan foydalanib, yoki u islom da'vati Makkada markazlashgan temalarning qatoridanmi, yoki Madinadagi da'vat markazlashgan temalarning qatoridanmi, bu nuqtalarning hammasini muqimlab qilish bu ajoyib zo'r tirishchanlik. Yani zo'r bir emgak, bundan asan qo'lga kelmaydi. Ulamolarimiz mushlarning hammasida o'zining tirishchanligini kam qilmagan, ya'ni ketkizib qo'ygan yeri asosan yo'q. Endi tadqiqotchiga bahsga nisbatan ish erishib qolgan vaqtida nimishqa o'xshamagan dalillar to'liq bo'lganligi uchun qarasa, dalilga qarasa xuddi Makkidek oyat, yana bir dalilga qarasa Madaniydak bahis arayanmidi. Bu ayet zadi Mekkimi yoki Madinani arayanmagan bo'lsa, shu vaqtida rujjiha, bu vaqtda ikki oyatning o'rtasida tarjih qilinadi. Uning ba'zisi Makkaga o'xshaydigan, Makkada tushgan oyatlarga o'xshaydigan qilinadi, ba'zisi Madinadan tushgan oyatlarga o'xshaydigan qilinadi. Davosda qat qilinadi. Biz turini ikkiga ayirib bo'ldik. Birisi Makka Madaniyda bir turga ayrildi, yana birisi shabih bima nazala fi Makka, shabih bima nazala fi Madina. Bir tur avda hozir. Ve izâ kânel ayet bir orunda düşüp, sahabalardan birisi o ayetine düşken hamallan yetkiziş için başka bir orunga yetkigen bolsa, hatta ulamalar muşunu mu yukarıdakidek qana turaqlaştırgan degen ki ma humila min Mekke ila Medine ve ma humila min el-Medine ila Mekke'de bu bir tür olgan. 3 türgü bada hazır, 3 türgü. Dikkat qilib o'tirgan bolsangmi, Mekki Medeni peni neçe türgü bilinip oldu? 3 türgü bilinip oldu. Ebul Qasim el-Hasan ibn Muhammed el-Habib el-Naysaburi özünki et-tenbih ala fadli ulumul Kur'an degan kitabı deydi. Ulumul Kur'an'ның içindeki en şereflik bilimlerden birisi Kur'an'ның düşken ve terep bilimini bilir. Yani Mekke Medeni demekçi.
ve Mekke Medine düşken ayetlerini tertipleş. Mekke'de düşken hükmü medeni, Medine'de düşken hükmü Mekki olan ayetlerini tertipleş. Mekke'de düşken Ehl-i Medine hakkında, Medine'de düşken Ehl-i Mekke hakkındaki ayetlerini ve Mekke'de düşkenge oxşaydigan Medine içinde, yoki Mekki ayette Medine'de düşken ayetlerge oxşaydigan ayetlerini tertipleş. Cühfe'de düşken ayetlerini tertipleş, Beyt-ül Muqaddas düşken ayetlerini, Taif'de düşken, Hudeybiye'de düşken, Kic'de düşken, Kündü'de düşken ve umum içinde düşken mesela, umum içinde düşken ve yalğız düşken, müşeyya degan gap, onda uzun mezgillik düşken da, bıraklam düşmeyi bir süre. Mesela Sure Bakara 8 yıl düşken emas, müşeyya şekilde, manca şekilde düşken yoki bıraklam, bir başlangan peti ahirisi kılam, çuplam düşken Sure Fatiha'ga oxşaş. Ve Mekki surelerdeki medeni ayetler, medeni surelerdeki Mekki ayetler, Mekke'den Medine'ye götürülgen, Medine'den Mekke'ye götürülgen, Medine'den Habeşistan zamanına götürülgen, mücmel düşken, müfessir düşken, ular ixtilaf qolgan, ba'zi medeni degan, ba'zi Mekki degan, mushtavlab ulumul Qur'onning fanlari, fahadihi mana bular hammasi 25 yo'l deydi. Kim bularni bilmasa, ularni o'tirni ayirolmasa, u odamninki Allah'ın kitabı hakkında sözleşi halal emas deb qana qilgan bu taraflarını alohida esketken bizning ilgirki ulamolarimizdan Abul Qasim al-Hasan ibn Muhammad ibn Habib an-Naysaburi degan kishi. Buni diqqat qilish kerakli nuqtalar. Ya'ni ulumul Qur'onning ichidagi Mekki madaniy peni yuqori degandek 25 tur bo'linadi. Hozir aslida turimiz buni savoqlashlar. Ölümalar inçkilikki alayda intilgen, şunu öyle bunu sürülerini düşken ahval orunlarına qarab turib, sürü-sürüden kin retligen, her sürünü retligen. Degen ki bula ma süre palanı sürüden kin düşken, ve bula teximi teşrüşke intilip, izdadu hirsen degen teximi teşrüşke intilip, keçidi düşken ve kündüzü düşken ayetlerini oturuna alayda ayırgan, yazda düşken, kış düşkenlerine oturuna ayırgan ve hezerde, muqimtuğa vaqtda ve seferde düşken oturuna ayırıp bu derecede qana qıvatqan tefsili bayan qılıb etken. Mesela körüp bakamdıq şu umumi türlerini, böyle şantıgıç bilənsizlər. Mesela qaranlamaya noktalara ma nazala bi Mekke, ma nazala bil Medine, mahtulife fihi el-ayat el-Mekkiye fi sura el-Medine, el-ayat ma nazala bi Mekke ve hukmuhu medeni, ما نزل بالمدينة حكمه مكي ما يشبه نزول المكي في المدينة ما يشبه نزول المدينة في المكي ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة ما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل صيفا وما نزل شتاء ما نزل في الحضر وما نزل في السفر قرامة. Bularning hammasi ulumul Qur'on sohasidagi turlarning qatoridan ve Kur'an bilen şoğullanaman, tefsir bilen şoğullanagan adam bilishga tegishli noktalar. Hiç olmasa bir nazariy qismini oldin ola qanday qilish kerak, bilish kerak savoqdoshlar. Endi mushu asosiy turlar yuqoridagisi, shu bo'yicha biz ayiramiz. Bularning asosliq orbitasi, markazi Makka Madinaga markazlashadi. Shunga ma fanning ismi Makka Madani. Shunga bu fan ilmul Mekki vel Medeni deb manda atalgan. Yuqorqi 14 turning hammasi yine asosliq nega cho'gilib to'xtaydi desa, shu Mekki Medenini markaz qilgan asosda cho'gilib kengayadi. Masalan, misollar asaq savoqdoshlar, mabek muhim nuqtalar. Bo'z yodlab olsangiz texi yaxshi. Mekki Medeni suralarining soni haqidagi eng to'g'riga yaqin ma'lumot tuandigicha Medeni sura 20 sura. Buni mavla hammasi Medeni sureler. Muhtelifun fiha olgan sureler, yani Mekki mu, Medeni mu, ixtilaflaşıp kalgan sureler, bunun mağla. Cami 12 sure. Cami 12 sure. Yani karanlık 114 surenin içinden 20 sure. Muş san olsun yadlı velenma. Medeni 12'si muhtelifun fi ve enne ma sıva zalik. Ondan başkasının hemisi Mekki, yani bu olsun 82. Bu sanlı olsun yadlı veren olsun arkadaşlar. Bence sanlı olsun yadlı veren. 20'si Medeni, 12'si muhtelifun fi, 82'si
Mekki. Bu noktalar kırılağında iniq olsun. Andan keyin muhim bildirib qo'yishlik bir nokta var. Bir surani Mekki degan vaqtimizda o suraninki bütün oyatlarining hammasi Mekki bo'ladi deganlik emas. Balkim Mekki deb atalgan suraning ichida madaniy oyat olabilir. Ya'ni bo'lishi mumkin. Madaniy deb atalgan suraning ichida Mekki oyat bo'lishi mumkin. Mushu nokta kallandan chiqib ketmasin. Şunu abdurmaydı alayda mavzudun birini okuyup davatıdı. Medeni sürülerinin içindeki Mekki ayetler dep kelip bir sürününki Mekki yoki medeni dep sübetlengenligidan bu süre bütünley aşta degan gap maqsad qilinmaydi. Qad yakun degan gap bo'lishi mumkinki, yine Mekki sürülerinin içinde bir qism medeni ayetler bo'lishi mumkin, qad mumkin ifodasi. Medeni sürülerinin içinde bir qism Mekki ayetler bo'lishi mumkin. Ammo Mekki medeni deganimiz ko'p oyatlarga asosan ag'labiy sifat, ya'ni ko'p sonliqni asos qilib turib berilgan sifat. Shunga atalg'udi normalda qanday keladi? Ma oyat Mekki deb bo'lib, keyniga falan oyati, ma sura Mekki deb bo'lib, pukun oyati madani deb qo'ydigan shu. Yoki falan sura madani deb bo'lib, illaki palana ayeti Mekki deb qo'ydigan ishlar var. Biz Qur'onda shuni topamiz. Qur'onda oyatni bashar qarasak, suralarning bashiga har suraning ismini deydi, keyiniga Mekki madaniga tava ekanligini deydi. Uni deb bo'lib, agar bu suraning ichida Mekki suraning ichida madaniy oyatlar bo'lib qolsa, madaniy sura ichida Mekki oyatlar bo'lib qolsa, buni eskartib illa ayakada deb qanaq qo'ydi, deb qo'ydi. Masalan, bir necha misol ko'rilaylik sanoqdoshlar. Medeni surelerin içindeki Mekki ayetlerinin misallarından birisi Sure Enfal desek bu sure medeni ama bu surenin içinde köpünçe ulemalar ve iz yemkuru bikellezine keferu liyethbituke ev yaktuluke ev yukhricuke ve yemkurune ve yemkurullah vallahu khairul makirin degan ma ayetne qanaqa qoladi chiqarib oladi. Sure medeni lekin ma ayet Mekki. Muqatil mushayat haqida Mekke'de tushgan. Zahirisi mi şu? Ayetini çıkıp durduğun maksat çünkü Medine'de o Resulullah'ını öldürüp şunu ama Resulullah'a karşı çıkıp Resulullah'ın yurtudan çıkarıp güç yok Medine'dekilde. Yurtudan çıkarıp ilmi girişildi. Aslında Mekke'dekilerin şey. Çünkü bu ayet Darun Nudve'deki müşriklerden, Darun Nudve'de felak devamlı Resulullah'a karşı meslahat kıldığın bir yer var, yığıldığı yer. Aşağıdaki müşriklerden yüz bergen Resulullah'a suikast qilish hicretten ilgili bu ahvaldan o'z ichiga olgan bu oyat. Yana shundaqlar shunga o'xshash ba'zilar ya ayyuhan nabiyyu hasbukalloh va man ittaba'aka minal mu'minin ma oyatni ham anaqa chiqarib oladi. Sura madani lekin oyat Mekki. Mishqal Bazzar Ibn Abbosdan manda keltirgan bir rivoyat borki, bu oyat Umar ibn Xattob musulmonga vaqt tushgan. Umar ibn Xattob degan musulmonga vaqti Mekki vaqt. Sura Enfal medeni. Yuqorqi ikki oyat nereden chiqarildi? Enfaldan chiqarildi, Mekki deb turadi. Bu medeni surlardagi Mekki oyatlar. 5-turamda Mekki surlardagi medeni oyatlar. Yani Mekki surlardagi medeni oyatlarning misollaridan birisi Sura An'am. Sura An'am Mekki. Ibn Abbas bunu Mekke'de tushgan bir vaqtda deydi. Mekki oyat illaki 3 oyat medeni. Birisi قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا degan oyatni tatib nagacha la'allakum tattaqun degan oxirigacha bu bir misol. Yana birisi Sura Hajj Mekki 3 oyatdan boshqa ikki madaniy tushgan. Ya'ni hadani khasman ihtasamu fi robbihim degan oyatdan tatib bu 5-si. Biz bu oyatdan 14 turga bo'ldik. 14 turga bo'ldik. İlmul Mekki ve Medeni. Bunun 5-si bu. 6-si Mekke'de düşken hükmü medeni. Bunun bu misal Mekke'de düşken hükmü medeni. Bayatımız karakteri belirtildik ya şu karakteri demekçi. Ulemalar bununla tüyendeki ayet misal kılıyordu. Ya eyyuhan nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve qabail li ta'arafu degan bu ayet Mekke'de fethi günü düşken lekin medeni. Mekke'de düşken medeni yenge fethi günü de Müslümanların adeti Resulullah'ın Mekke'de itti. Şu vakti Mekke'de düşken ama hicretten kim düşken bu açıkça medeni hesaplanıyordu. Bunu medeni deyişimizin sebebi bu ayet medeni
Çünkü bu ayet hicretten keyin tushgan. Çünkü biz Mekki medeni sahasida hicret asas qilamiz. Xitoy buni umum ma'noga o'xshash oyatlarni ulamolar Makka demaydi, garchi Makkada tushgan bo'lsa-mu. Ya'ni shundaqla uni madaniy deb atamaydi, muayyan shaklda, balki nim deydi, Makkada tushgan hukmini madaniy, ma shaklda qanaqa qiladi, ism qo'ydi bunga. Mencha tushungan sahabdoshlar. Madinada tushgan hukm madaniyga sura Mumtahinani misol qiladi. Chunki Madinada tushgan bu makon e'tiboridan madaniy, lekin xitob, suraning jarayonidagi xitob Mekkadagi mushrik ahliga qaratilgan. Buning o'xshash Baroat surasining 5 Madinada tushgan xitob ahli Makka mushriklarga. Mushriklar tavof qilmasin deb mana qilingan emas. Ma'no ulamolar Madinada tushgan hukm madaniy deb qaraydi. 8-tur 14 turininki madaniy oyatlar suralashidagi Makkaga o'xshaydigan oyatlar. Ya'ni ulamolar bu gapdan nimani maqsad qiladi? Madaniy suralarning ichidagi uslubi, meli xususiyatlarida, umum xarakterida Makki suralarining uslubi bilan kelgan oyatlardan bo'lganlarini qanaqa qiladi maqsad qiladi. Misollarning qatorida Anfal o'zi madaniy va iz qalallohumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa amtir alayna hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'azabin alim. Ma gap mushriklar eg'daydigan gap shu ko'pincha. Qanotchan olsa, aldırırsan mesela bizga osmondan tosh yog'di degan gapni mushriklar deydi. Ya'ni bu mushriklarningki azobni aldırtishi nada Makka deydi. Mana nuqtadan sura madaniy, lekin mazmuni nimaga o'xshaydi? Makkaga o'xshaydi. 9-inchisi Makki madaniyning tushiga o'xshaydigan. Makki suradagi madaniyning tushiga o'xshaydigan mazmunlar. Ulamolar buningdan yuqorqi turning qarshisini maqsad qiladi. Ve bununla Sure Necm'deki bu Allah'ın bu sözünü misal qilib aytadi. Ellezine yejtenibunel kebairel ismi vel fawahişe illel lemem. Mesela ma ayette hazır çoğun günahın, küçük günahın gibi bitilgandi ya. Bu çoğun günah, küçük günah da bunda günahın türüge ayrıydigan kanun, tüzüm, halal, haram meseleleri köp hallarda Medine ayetleri de. Lekin ayet Mekki ayet. Mezmun Medine'ye o'xshaydi. Bu şekilde. Siyuti deydi fawahiş degan har qanday bir gunohga hatva gunoh. Kabair degan oqibati do'zax bo'lgan gunoh. Lamam degan gap gunohning yuqorqi ikki turining o'tirisidagisi. Endi Makkada had yo'qdi va uning o'xshashlari yo'qdi. Bu nuqtadan garchi bu oyat Makkada tushgan bo'lsa-mu, lekin Madina tushgan oyatlarga o'xshaydi xarakteri. Shunga buni biz nima deymiz? Mayushbihu nuzulal madani fil Makki deymiz. 10-inchisi Makkadan Madinaga ko'tirib berilganlari. Bunun misali Sebbihisme Rabbikel A'la. Buxoriy Barra ibn Azib'dan rivayet qilib deydi. Bizga tunji kelgan Rasululloh sahobalaridan kishi Mus'ab ibn Umayr va Ibn Maktum. Bular bizga Qur'onni o'qib berdi. Undan keyin Ammar, Bilal, Sa'dlar keldi. Umar ibn Xattob 20 odam ichida keldi. Undan keyin Payg'ambar alayhisalom keldi. Men Madina ahlininki shularning o'xshalogandek bir ishni o'xshalogandek ko'rib boqmagan. Kila kameyla hatta ki qanaq bədi Sebbihisme Rabbikel A'la degan surani o'qib berdi. Deydi, ma nuqtadan Makkadan Madinaga ko'tarilgan oyat yana. Ya'ni bu ma'no muhojirlar ko'tirib olib kelgan va ansarlarga o'rgatgan Qur'onning hammasiga to'g'ri keladi bu ma'no. 11-inchisi Madinadan Makkaga ko'tirib olib borilganlari. Buning misollaridan Baroat surasi. Yani Peygamber Aleyhisselam bu vaqtida Abu Bakr radıyallahu anhu'ni 9-yilisi hajga emir qildi. Abu Bakr radıyallahu anhu ketdi hajga. Sura Baroatninki 5 tushirdi. Rasululloh bu oyatni Ali ibn Abi Talibdan avatdi. Abu Bakrga qo'shilsin uchun, mushriklarga yetkazsin uchun. Ya'ni ularning ichida ma oyatni e'lon qildi va ularga bu yildan keyin mushrikning haj qilmaydiganligini yetkazdi. Ma'vo Madinadan naga ko'tirib berilganlari Makkaga ko'tirib berilganning misoli. 12-si kechida tushgan va kunduzda tushgan deydi. Qur'oni Karimninki ko'pinchisi kunduzda tushgan. Ammo kechida tushganlarga kelsak, Qosim al-Hasan bayatdan Muhammad Habib an-Naysaburi degan ulama izlab, ya'ni izdinib, buni bir qancha misol chiqargan. Birisi Sura Al-Imronning oxirisi. İbn Hibban uzun sahih kitobida Ibn Munzir, Ibn Mardavi, Ibn Abi Dunya, Ayşe radhiyallohu anha rivoyat deydi. Bilal Rasulullohning qashig'iga bomdod namoziga azan o'qib keldi Rasululloh.
Rasulullah'ın yig'layotganligini ko'rdi. Dediki, ya Rasululloh, ma yubki, sizlar nimaga yig'ildi dedi. Ma yamnauni an abki. Meni yig'lishimdan nima to'smasin? Bu kechada menga ma'ya tushdiki, osmon zaminning yaratilishida vaqtilafil layl va nahar la ayatin li ulul albab degan oyat tushdi deb ma'yatni deb bo'lib deydi. Yani şunu demek ma'yat kechada tushgan demakchi. Meni shu oyatning qatoridan ma gap tugidanmaydi. Halaqi jangdan qolib qolgan 3 oyat haqida tushgan oyatmi? Sahihangda keldi ki Abu hadisidan Allah bizning tövbimizni kechidan oxirgi 3 temir qolib qolgan vaqt sugizdi. Demak, ma 2 rivoyat bizga kechida tushgan oyatlarni deb berdi. Yani shuning qatoridan Surah Fathiningki 5i Buxoriyda Umarning bir hadisi bor. Laqad nazalat alayya layla ma bu kechida bir sura tushdiki, u sura quyosh chiqqan har qanday ishdan menga suyimlikroq deb kelib, inna fatahna laka fathan mubina. Bu mu kechida tushgan sura. 13-si yozda tushgan va qishda tushgan mazmunlar. Ulamolar yozda tushgan oyatga Sura Nisoning oxirisidagi kalala oyatini misol qiladi. Muslim Sahih Muslimda Umar radhiyallohu anhu kelgan bir rivoyat bor. Ma raja'tu Rasululloh fi shay'in ma raja'tu fil kalala. Kalala haqida murojaat qilganimda Rasululloh hech qanday ishda bunda murojaat qilib boqmagan. Va Rasulullohga shu haqda qo'pol gap qilganda hech qanday bir ishda qo'pol gap qilib boqmagandim. Hattoki barmoq bilan mening ko'kramga sanchib turib dedi, Umar, sana Sura Nisoning oxirisidagi yoz oyati yetmamdi deb Rasululloh yoz oyati degan ifodalagan. Shuni nuqtadan Sura Nisoning oxirisidagi oyatni yozib tushgan deymiz. Yani bir şunun misallarından qatoridan Tabukda tushgan, Tabuk haqida tushgan, G'azot haqida tushgan oyatlar. Chunki u yozda qattiq issiq dedi Qur'onning o'zida babu. Oyatning o'zilam shu chiqib turadi. Andan qish oyatiga Sura Nurdagi ifki hadisi oyatlarini, tuhmat haqida tushgan oyatlar buni misol keltirdi. Innallazina ja'u bil ifki usbatu minhum deb lahum mag'firatu va rizqun karim degan yag'icha. Chunki Sahih hadisda Oysha radhiyallohu bu oyat qattiq qish sovuq kunda tushgan deb ma rivoyat bor. Ondan boshqa shunun misollardan qatoridan birisi Sura Ahzobdagi Xandak g'azoti haqida tushgan oyatlarni shu yozishgan oyatlarning qatoridan. Chunki bu qish tushgan oyatlarning qatoridan. Chunki bu vaqt Xandak g'azoti qattiq sovuq deydi. Bayhaqi Dalailun Nubuwwada Uzayb ibn rivoyat qilgan deydi. Kishilar Rasulullohdan Ahzob kunligida mustaqab ketdi, illaki 12 qadam qolgan deydi. Rasululloh bunga qasham kelib dediki, "Qo'pa, Ahzob askaridan qashqan mang" dedi. Demak, ya Rasululloh, sizni haqlan avatgan zotlarning qasamki, men sizdan hayo qilib qo'pqim yo'q. Chunki sovuq tufayli Makkaga ketyapman. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo, "Ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha va kana bima ta'malun basir." Ma aytdiki, men sovuqdan qo'rqib, toza qo'pqim yo'q degan mazmun Xandak g'azotidagi sovuqda bo'lganligini ko'rsatdi. Bu oyatni sovuqda qish tushgan oyat deb misol keltirilib deydi. 14-sanasi arkadaşlar. Muqim turgan vaqtda o safarda tushgan oyatlar. Endi Qur'onningki mutlaq ko'p sonliqqa asosan hazarda muqim turgan vaqtda tushgan, lekin Rasulullohning hayoti bilisizlar, jihad bilan avot, Alloh yo'lidagi g'azot bilan avot, ya'ni Rasulullohga oyatlar vahiy safarlarda qanday qilib turdi, Siyuti safarda tushganlari uchun nurg'un misollarni qanday qilgan so'zlagan pastdan bor, iholasi bor, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Shu misollarning qatoridan Sura Anfalning 5i bu vaqadan keyin Badr urushidan keyin tushgan. Yani shu xuddi uni Ahmad Sa'd ibn Abi Waqqas rivoyat qilgandek shu eslarda bor. Undan keyin "Vallazina yaknizuna az-zahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah" degan oyat Ahmad Savbandan bu oyatninki Rasulullohning ba'zi safarlarida tushganligini chiqargan. Undan keyin Sura Hajning 5i Tirmiziy Hakim Imom Husayn deydi. Payg'ambar alayhisolamga "Ya ayyuhan nas taqu robbakum inna zalzalatas-sa'ati shay'un azim" degan "Valakinna azaballohi shadid" degan oyat g'ichi ma'yat Rasulullohga safardagi vaqtda tushgan deydi. Undan keyin Sura Fath masalan. Bunun delili Hakim va undan boshqalar Misr ibn Mahramadan va Marwan ibn Hakamdan rivoyat qilib deydi bu kishi Sura Fath Makka bilan Madina o'rtasida tushgan Hudaybiya haqida
5'ten ahirgacha deb muşuna o'xshagan misollar va bu hammasi bizga nisbatan bir nazriy bilimlar. Biz muşu nazriy bilimlardan foydalanib keyingi izlanishlarimizda, bahslerimizda, cho'ng qurilishlarimizda qanaqa qilsak bo'ladi, qo'llansak bo'ladi. Bugun vaqt munosib to'lan darsimiz mushu yerda oxirlashib bo'ladi. Saboqlashlar so'raydigan savollar bo'lib qolsa, so'ranglar, men birdan bo'lmasa darsni tushsak bo'ladi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.